Biznesni avtomatlashtirish bu shunchaki 1S dasturini o'rnatdik va hammasi ishlay boshladi degani emas. Bu har bir tafsilotni e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak bo'lgan murakkab jarayondir. Tahlil va diagnostika. Kompaniyangizdagi ish jarayonlarini chuqur o'rganamiz, zaif nuqtalarni aniqlaymiz va aynan qayerda avtomatlashtirish zarurligini belgilaymiz. Konfiguratsiyani tanlash. Sizning ehtiyojlaringizga mos dasturni tanlaymiz. Oddiy 1S buxgalteriya dasturidan tortib, korxonani kompleks boshqarish tizimigacha. Biznesingizga moslashish. Dastur real ish jarayonlaringizga moslab sozlanadi. Hisobotlar, hujjatlar, xodimlar faoliyati, logikasi barchasi inobatga olinadi. Xodimlarni o'qitish. Buxgalterlardan tortib menejergacha bo'lgan foydalanuvchilarni o'qitamiz. Sinov va ishga tushirish. Dastur amaliyotda sinovdan o'tkaziladi, xatoliklar tuzatiladi va shundan keyingina to'liq ishga tushiriladi. Joriy etishdan keyingi texnik ko'mak. Biz siz bilan doimiy aloqada bo'lamiz, savollarga javob beramiz, tizimni yangilaymiz va biznesingiz o'sib borishiga qarab uni yanada takomillashtiramiz. Avtomatlashtirish bu murakkablik emas, agar ishni o'z sohasining professionallari bajarsa. Ishni keyinga qoldirmang. Birinchi qadamni bugunoq tashlang. Biz bilan bog'laning. Barcha savollaringizga mamnuniyat bilan javob beramiz.